Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi ishimizni xudo xolasa boshlab oldik. Gentra mashinamizga 4-pakelini 90 talik metan stanovka qilib beryapmiz. Zapchasalarga keladigan bo'lsak, zapchasimiz, farsunkamiz H01 original farsunkamiz. O'z davrining legendasi, shtrix kodlari bilan. Gofas 200 Polsha miyalarimiz original. XL original elektrimiz. Ko'rsangiz mumkin. Bunga 90 litrlik metan stanovka qilib beryapmiz. Yangi salafan Gentraga. Chana ham balon yemaydigan avvalgi chana ko'rishingiz mumkin. Ba'zida iminni shu Gentraga moslashgan. Damas mashinamizga 3-pakelini stanovka qilib berdik. Qomutlarini baqvos qilgan holatda, shilankalarini baqvos holatda. Zabrashni hujjatli joylashlari. Bunga 65 litr yorilmaydigan holatda jiles bilan stanovka qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Joylashlari. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Manzilimiz Qarshi Beshkent yo'li.